Bilim her korkunuşunu jine. Tatar halk makalı. Hem yeniden sizden bilen akıl batıl tapşırığı. Bugünkü katlaşuşlarımızın kıyımlıklarını ne derecede tez jengip çığa iken. Eydegiz tekshirik. Bugün bizden bilen birge Emire hem Ayaz isimli katlaşuşlarımız. İsen misiniz dostlarım? İstemsiz. Nece kallarınız? Evet. Yarıy. Bizden tezirek sizden bilen tanışasınız kile. Eydegiz eli tanışık. Birinci bulup Emire özünün turunda siler. İstemsiz. Benim ismim Emire. Mena 11 yaş. Ben 34. mektepte 5. A sınıfında okuyum. Ben müzik bilen şug'ullanem. Fleyta instrumentında oynayım. Mena oşuy müzika. Mena müzik oşuy. Bek yaxşı. Fleytini mende bek tınlarga yaratam. Hazır indi koşabız Ayazga. Benim ismim Ayaz. Ben 34. mektepte okuyum. Spor bilen şug'ullanem. Basketbol oynayım. Umuman tatar tilim benim en yaratkan tilim. Bek yaxşı. Senin boyunun uzunluğu ne kadar? Basketbol oynagach bit uzun boyda bolarga kerak. İyi. Senin boyun ne köp meydi? Metr da 64. 5. sınıf için bu bek yaxşı indi. En tanılgan basketbolçulardan birisi kim eli? Michael Jordan. Elbette. Aferin. Siz akıl batıla oynarga hazır mısın? İyi. O çağında başlayız mı? İyi. Gittik. Oyun 4 turdan turacak. En ilk birinci turdan kaideleri bilen tanıştıram. İhtibar bilen tınlarız. Sorav yangıragaç, katnaşucu balını o'zi qo'ya. Anları javob variantlari taqdim etiladi. Ishratlab olar so'rovga javob beradi. Javob durust bo'lgan ishratda bal qatnashuvchi hisobine bo'ladi. Durust bo'lmasa bal olinadi. Birinchi turda 3 so'rov. Maksimal bal 30. Anladingizmi? O chog'ida davom etamiz. Birinchi turning birinchi so'rovi. E'tibor bilan tinglaymiz. Quyosh sistemasındagi eng zo'r planeta. So'rovga birinchi bo'lib Amira javob berar. Ham so'rovni da ul bayali. Necha ball qo'yasan Amira? 5. Qabul etdik. Ayaz, sen necha ball qo'yasan? Men de 5 ball qo'yam. Yarıy. Hozir endi javob variantlarini e'tibor bilan tinglaymiz. Yer, Yupiter, Merkuriy, Pluton, Venera. Amira, javob kutamiz. Men Yupiter deb o'ylayman. Hozir Ayazdan javob kutamiz. Men de shulay qo'yim. Yarıy. Diri javob Yupiter albatta. Buldirasiz do'stlarim. Demak siz astronomiyani yaxshi bilasiz. Biz endi ikkinchi so'rovga ko'chamiz. E'tibor bilan tinglaymiz. Garmonda o'ynavchi agentlik personajning ismi. Bu yili birinchi bo'lib Ayaz javob berar. Ham so'rovni da u bayali. Necha ball qo'yasan Ayaz? 6 ball qo'yam. Yarıy, qabul etdik. Amira, sen nechani qo'yarsan ekan? 5 ball. Yarıy. Hozir endi javob variantlarini tinglaymiz. Sharik, Gena, Misha, Salovat, Winnie-Pooh. Qaysi giroy garmonda o'ynaydi ekan? Ayaz, sendan javob kutamiz. Garmonda Gen o'ynaydi. Amira necha o'ylaydi ekan? Men de Gena deb o'ylayman. Kimsan u Gena? U krokodil. Hozir dir javobni tinglaymiz. Garmonda o'ynavchi agentlik personaj albatta krokodil Gena do'stlar. Buldirdingiz. 3-chi so'rov. Pishmoqni ikki tegiz ulushga bo'luvchi siziq. Yengil so'rov tugul do'stlarim. Birinchi bo'lib Amira javob berar. Necha ball qo'yasan? 10. Qabul etdik. Ayaz, 7 ball qo'yam. Yarıy. Hozir javob variantlari. Bisektrisa, katet, radius, nur, diametr. Bizning Amira javob beradi. Men bisektrisa deb o'ylayman. Yarıy. Ayaz necha o'ylaydi ekan? Men de bisektrisa deb o'ylayman. Qabul etdik. Hozir bir javobni tinglaymiz. Bu so'rovga javob etib
birinchi variantni saylaga kerak edi. Ham siz shuni sayladingiz. Bildirasiz do'stlarim, geometriyani da bek yaxshi bilasiz ekan. Diametr narsa bo'lar ekan u? Bilasizmi? To'garakdagi yotgan nuqtalarni tutashtiradi. Mana bit buldirasan Amira. Buldirasan. Shuning bilan bizning birinchi turimiz oxiriga yaqinlashdi. İkinci tur. Aning ismi Tura Ketir deb ataladi. İkinci turning bugungi so'rovi biologiya ilkasidan bo'ladi. Biologiya fanini yaratasizmi siz? Iya. Yo'q. Mana hozir tekshirib qararmiz. Birinchi bag'anada sizga biologiyaning bo'laklari, ikkinchi bag'anada shusha bo'laklarning narsa o'rganuvlari berilgan. Sizga ularni to'g'ri keltirishga kerak. Siz hazırmi? Iya. Bugün sizga taqdim etilgan biologiya ilkalari: zoologiya, botanika, anatomiya, mikologiya, ixtiyologiya. Hem ular narsalarni o'rganadilar. Gumbalar, kishilar, hayvonlar, baliqlar, o'simliklar. Birinchi bo'lib yigit bo'larak Ayaz to'g'ri keltirib qararali. Ayaz, sen hazırmi? Iya. Başladık. Zoologiya ul hayvanlarni o'rganadi. Botanika ul o'simliklarni o'rganadi. Anatomiya ul kishini o'rganadi. Mikologiya ul gumbalar o'rganadi. Ixtiyologiya ul baliqlar o'rganadi. Durustmi yo'qmi ekanini so'ngroq bilamiz. Hozir Amira. Zoologiya hayvonlarni o'rganadi, botanika o'simliklarni o'rganadi, anatomiya kishini o'rganadi, mikologiya gumbalarni o'rganadi, ixtiyologiya baliqlarni o'rganadi. Hozir durust javob. Demak, zoologiya hayvonlarni o'rganadi, botanika o'simliklarni o'rganadi, anatomiya albatta kishilarni o'rganadi, mikologiya gumbalarni o'rganadi, ixtiyologiya baliqlarni o'rganadi. Bo'ldi do'stlarim, ikkingiz de tugal to'g'ri keltirdingiz. Demak, 5 ball sizning kisalarda. Devam etamiz. Bizni 3-chi tur kutadi. Üçüncü turda da 3 so'rov bo'ladi. Javob variantlari orasida birsi ortiq. Shu variantni saylash kerak. Javobni bayonlash huquqi shulayuk qatnashuvchilarning o'zida. Anladingizmi? Iya. Başlaymizmi? Iya. Yarı. Birinchi so'rov. Kuk jismlari. Birinchi bo'lib bizning Amira javob beradi. Hem so'rovni da ul bayalaydi. Iya, necha ball qo'yasan Amira? 5. Amira bizning yoshgina gil 5 ball qo'yadi. Ayaz necha ball qo'yar ekan? Men 10 ball qo'yaman. Ayaz yigitlarcha 10 ball qo'yadi. Ol ko'p jismlarini bek yaxshi biladi qilsa. Javoblarni tinglaymiz. Kometa, meteorit, samolyot, yulduz, planeta. Amira, birinchi bo'lib sen javob berasan. Hazırmi? Iya. Aydali. Men samolyot ol ko'k jismli tugul. Qabul etdik. Ayaz. Men samolyot deb o'ylayman. Ko'k jismi g'alamiy kenglikda tabiiy ravishda borliqqa kelgan moddiy obyekt. Ham samolyot durustdan da ko'k jismini kirdi. Durust javob berdingiz do'stlarim. Biz ikkinchi so'rovga o'tamiz. Arifmetik g'amallar. Birinchi bo'lib Ayaz javob beradi. Ham so'rovni u bayalaydi. Necha ball qo'yasan Ayaz? 9 ball qo'yaman. Qabul etdik. Amira. Men 6 ball qo'yaman. Yarı. Hozir endi javoblar. Demak, arifmetik amallar: olu, qo'shuv, ayirov, topqirlov, bo'luv. Ayaz, biz sendan javob kutamiz. Bunda ortiq so'z ul ayirov. Demak, u arifmetik amal tugul. Iya. Yarı. Men de ayir deb o'ylayman.
Kabul ettik. Dürüst cevap. Üçüncü varyant. Ayırı. Aferin. Çünkü andi aritmetik amel yok. Hem üçüncü turunun so'nggi so'rovuna da kelib yetdik. Adabiyot bo'yicha bilimlaringizni tekshiramiz. So'rov ko'rinakli tatar bolalar yozuvchilari bo'yicha bo'ladi. Demak, yozuvchilar. Birinchi bo'lib Amira javob beradi. Hem so'rovni da qo'l bayalayim. Necha ball qo'yasan Amira? 8 bal qo'yam. Qabul etdik. Ayaz. Men 5 ball qo'yam. Mansın da kabul ettik. Hem javob variantlarini tanlaymiz. Gadil Kutuy, Abdulla Alish, Alfiya Afzalova, G'alimjon G'ilmanov, Labib Liron. Amira, sen hazırmı? Alfiya Afzalova. Yori. Ayaz, sen necha bo'ylaysan? Men Alfiya Afzalova deb o'ylayman. Kim so'ngil Alfiya Afzalova do'stlarim? U tatar xalqining buyuk jurchisi. Dürüst, elbette. Bu soruga dürüst cevap Alfiya Afzalova. Gadil Kutuy, Abdulla Alish, G'alimjon G'ilmanov, Labib Liron barisi da yozuvchilar. Biz ularning hikoya, aytiyatlarini o'qib bilamiz. Shuning bilan bizning 3-chi turimiz oxirina yaqinlashdi. Natijalarni endi siz ekranlarda ko'rasiz. Biz eng og'ir ham eng o'zinchalikli 4-chi turga ko'chamiz. Dördüncü turda her biringizga da 10'şar so'rov beraman. Lekin ularga vaqt bermayman. Sizga tezgina 3 sekund ichida javob berga kerak. Anladingizmi? Hayır. Hazırmisiz? Hayır. Birinchi bo'lib Ayaz javob berar. İhtibar boshladi. Narsani yumuq ko'z bilan da ko'rib bo'ladi. 1 2 3 Tushni yong'in söndürüşlerini chaqiruv uchun nindi nomerga shалтыратырга kerak? 02. Yo'q, 01. Burungi Gretsiyada dengizlar ollasining ismi. Poseidon. Dürüst. Ağaçqa 12 qarg'a qo'ngan. Ovchi kelib ikisini otgan. Ağaçda necha qarg'a qolgan? 12. Dürüst tugul, birovda qolmagan. Ikisini otgan, qolganlari qo'rqib ushib ketganlar. 5ni 5 ga topqirlag'ach necha bo'ladi? 25. Dürüst. Zolushka. Kulgini aytayotgan kim yozgan? Bratья Гримм. Yo'q, Charles Perrault. Quyoshdan eng yiroq o'rnashgan planeta. 1 2 3 Uran. Yo'q, Pluton. Turi pishmoqda necha gradus? 90. Dürüst. Sıyırның balası. 1 Dana. Yo'q, buzov. Maqalni davom et. Bilagi yuvan birni yig'ar, bilimi bo'lgan. Nechani yig'ar? Magna. Dürüst. Shu aytib bizning Ayaz 4 so'rovga dürüst javob topdi. Albatta, o'ylarga vaqt bo'lmag'ach qiyinroq. Shulay bit Ayaz. Hayır. Hozir Amirani tekshiramiz. U necha so'rovga javob bera olar ekan? Sen hazırmı? Hazır. Başladı. Nindi so'rovga "Ayye" deb javob berib bo'lmaydi. 1 2 3 Yiqlaysizmi degan so'rovga oshig'ish yordamini nindi nomer bo'yicha chaqiradilar. 02. Dürüst tugul. 03 Burungi Gretsiyada ko'k ollasining ismi. Yashin ollasi. Древняя Греция? Ayye. 1 Зевс. Dürüst. Hajar abining onog'i Jihan, Qisiye Murovjon, Iddi G'alimjon. Abining necha onog'i bor? 1. İsmi? Bir onog'i Jihan. Dürüst deb qabul etamiz. 9'ni 9'ga bo'lgach necha bo'ladi? 1. Dürüst. Sir tutmas o'rdak aytiyatining avtori. 1 2 Abdullah Alish. Dürüst. Quyoshga eng yaqin o'rnashgan planeta. Merkuriy. Dürüst. 3 yoni ham 3 yog'i bo'lgan ko'k pishmoq. 3 yoni ham 3 yog'i bo'lgan ko'k pishmoq. 1 2 3 3 pishmoq Amira. Tovuqning bolasi. Shibi. Dürüst. Maqalni davom et. Tirishqan tovar toshqa
1, 2, 3. Toshqa qadam qilgan Amira, shulay bit. Hem bizning Amira 5 so'rovga durust javob topdi. Bo'ldirdiz do'stlarim. Shuning bilan 4-tur oxirina yaqinlashdi. Do'stlarim, bizning o'yinimiz oxirina yaqinlashdi. Shunday motor o'yin ko'rsatganingiz uchun sizga bek zo'r rahmat. Bo'ldirdiz do'stlar. Tomoshachilarimizni Orqa tabada bilim maydonida kuch nashrga chaqirib qolam. Aql botul topshiruvni rahim etingiz. O'z bilimingizni sinagiz. Kelasi haftada uchrashguncha qadar eson sog' bo'ling do'stlarim. Sog' bo'linglar.